Assalomu alaykum. Meni ismim Xo'jakbar. Men Vulcan Engineering kompaniyasining sotuv menejeriman. Bugun sizlarga bazalt haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ya'niki, u nima va u nima uchun ishlatiladi? Shu haqida qisqa va aniq javob bermoqchiman. Bazalt vulqon toshlari yuqori haroratda eritilib, tola shakliga aylantiriladi va plita ko'rinishiga keltirilib olingan tabiiy mahsulot. Agar bazalt mahsuloti bilan uyingizni izolyatsiya qiladigan bo'lsangiz, qishning qahraton sovuqlarida uyingiz issiq va yozning jaziramasida salqin bo'lishini ta'minlab beradi. Bunga qo'shimcha ravishda bu tovush izolyatsiyasi vazifasini ham bajaradi va ortiqcha shovqinlarni o'ziga yutadi. Uyingiz jarangli va akssadorli bo'lib qolmaydi, xonadagi har xil shovqinlarni o'ziga yutib, xonangiz tinch bo'lishini ta'minlab beradi. Bazaltimiz o'lchamlari standart ko'rinishda bo'lib, uzunligi 1,20 cm, eniga 60 cm ga yetadi. Uni qalinligi esa 5 cm dan 20 cm gacha ishlab chiqara olamiz va sizga yetkazib bera olamiz. Uni plotnoslarga keladigan bo'lsak, 40 plotnosdan 200 plotnosgacha bemalol chiqarib bera olamiz. Lekin sizni uyingizni issiqligini mo'tadil ushlash uchun plotnosda emas, qalinligi katta ahamiyatga ega. Ya'niki, pastroq plotnosdagi bazaltni qalinrog'idan foydalanadigan bo'lsangiz ham uyingiz yaxshi issiqlikni ushlay oladi. Plotnosga keladigan bo'lsak, bu plotnosning asosiy roli uni ustanovkasi va o'rnatilishiga kerak bo'ladi. Yuqori plotnosli mahsulotni ishlatishingizni sababi uni tashqi bosimga chidamliligi uchun. Ya'ni uni ustidan og'irlik va har xil zarbalar bo'lganda u ezilib, o'zini sifatini yo'qotmaydi. Bu mahsulot yonmaydigan hisoblanganligi uchun izolyatsiya sohasida eng ko'p foydalaniladi. Agar issiqlik izolyatsiyasi uchun eng to'g'ri yechim va ishonchli hamkor kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qiling.